La 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 la. Barchaga salom. Siz allaqachon shu yerdamisiz? Sizlar bilan Kompot va meni yangina videomga xush kelibsizlar. Men hozir shunchaki kompyuterimdagi xabarlarni tekshirib o'tiribman. Qaranglar bolalar, admindan yangi xabar kelibdi, lekin bu yangiga o'xshamayapti. 3 kun oldin kelgan ekan bu xabar, kirib ko'raylikchi. 3 kun oldin kelgan ekan admindan, qani o'qib ko'raylikchi. Hamma tayyorgarligini ko'rsin. 10-sanada 13-qishloqqa tsunami keladi. Nima? 10-sanada, ya'ni 10-iyunda. Obunachilar, axir bugun qaysi kun? Nima? Axir rostdan ham bugun 10-iyun-ku. Men shoshilishim kerak. Nima? Bu qanaqa fake xabar emasmi? Yo'q, bu adminning haqiqiy profili. Men haligacha hech narsa qilmadim. Axir bugun 10-iyun obunachilar. Qishlog'imizga tsunami kelyapti. Jin ursin, men haligacha bunker ham qurganim yo'q. Endi nima qilaman men? Nima qilaman? Yana tekshiraylik. Rostdan ham bu rostdan adminning profili. Men hali hech narsa qilganim yo'q. Nima qilsam bo'ladi obunachilar? Men umuman tushunmayapman. Jin ursin, shuncha payt nima qildim? Hali tsunami kelgani yo'q. Demak, tayyorgarligimni ko'rsam bo'ladi. Faqat tezroq bironta qishloqlardan yordam so'rayman. Hoy qishloqi nimaga uyda yo'q? Boshqa qishloqni uyga boramiz. Obunachilar, men shoshilishim kerak. Hoy qishloqi, eshikni och. Qishloqi qayerda? Qishloqlar nimaga ko'rinmayapti? Merni uyga boramiz. Hoy, salom mer, shu yerdamisiz? Mer ham yo'q. Obunachilar, men qo'rqyapman. Axir qishloqlar qayerga ketdi? Jin ursin, qishlog'imizga axir tsunami kelyapti. Qishloqlar qayerda? Men nimaga bu xabarni vaqtida o'qimadim? Qishlog'imizga tsunami kelyapti. Haligacha men umuman tayyor emasman. Nima qilaman endi? Balkim o'zim bunker qurarman. Hali vaqt bor-ku. Bironta bunker qursam yaxshiroq bo'lasa edi. Narsalar olishim kerak. Nimaga? Skletda hech narsa yo'q bunker qurishga. Obunachilar, men endi nima qilaman? Jin ursin, hech narsa yo'q skletda. Axir men bunker qurishim kerak-ku. Nima qilaman endi men? Balkim uyimda yashinarman. Yo'q, tsunami axir uyimni rasvosini chiqarib vayron qilib ketadi. Nima qilsam bo'ladi? Balkim quduqqa yashinarman. Bilmadim. Stop. Quduqdagi suv qayerga ketdi? Bilmadim. Quduqdagi suv yo'q obunachilar. Qishlog'imizga tsunami kelyapti. Nima qilsam bo'ladi endi men? Nima qilsam ekan-a? Kompot, bu yerda nima qilyapsan qishloqning o'rtasida? Axir tsunami kelishiga kamina qoldi-ku. Qishloqi, bu yerda nima qilyapsan? Men tushunmayapman. Mana bu nimadi? Nima deb o'ylaysan, Kompot? Biz allaqachon tayyorlanganmiz. Qishloqi, men hech narsani tushunmayapman. Mana bu nima bo'ldi? Bu yerdagi suvlar qani qishloqi? Kompot, men senga aytyapman. Axir admin yozgan, tsunami kelyapti, tayyorgarlik ko'ringlar deb. Axir biz 3 kun oldin bunga tayyorgarlik qilib qo'ydik. Bunker qurdilaringmi qishloqi? Qanaqa bunker qurdilaring? Yo'q, biz bunker qurmadik. Undan-da ajoyib narsa qurdik. Yerni tagida o'zimizni qishlog'imizni nusxalab pastga ko'chirdim, Kompot. Men bularni o'zim tayyorladim, Kompot. Tushunyapsanmi? Qishlog'imizni yerni tagiga nusxalab ko'chirdim komatlar orqali. Ajoyib qishloqi. Axir men xabarni o'qishni unutibman. Bo'pti, men hozir uyimga borib kelaman qishloqi. Hoy, to'xta, Kompot, qaytib kel bu yerga. Nima qilyapsan? Nima qilasan uyingda? Men telefonimni olib kelaman. Yo'q, aytyapman-ku, menga ishonsang, Kompot. Men tagida qishlog'imizni ko'chirdim deyapman, nusxalab. O'sha yerda telefoningni olishing mumkin. Davay, kir ichkariga. Men bilan yur, Kompot. Ana, boshlanyapti, tezroq bo'lsang-chi. Bo'ldi, davay qishloqi. Davay ichkariga kirishimiz kerak qishloqi. Hey Kompot, sen xavfsizsan. Umuman xavotir olmasang bo'ladi. Axir sen qishloq haqida gapiryapsan. Qishloq vayron bo'lib ketadi-ku. Yo'q, Kompot, sen xavotir olma. Sen xavfsizsan. Axir aytyapman-ku, qishloqni pastga ko'chirdim deb. Balkim past ham vayron bo'lib ketsa-chi. Kompot, men senga aytyapman, men juda zo'r qurganman bu narsalarni. Yaxshi qishloqi. Bo'ldi, umuman xavotir olma. Mana pastga ham tushib oldik. Bu qanday joy bo'ldi qishloqi?
Kapot, men qishloqdagi hamma narsani nusxalab qo'ydim. Qishloqi, sen rostdan ham ajoyibsan qishloqi. Rahmat Kapot senga. Men xullas hamma narsani o'tlargacha hamma narsani nusxaladim, tushundingmi? Birinchi bunker qurdim, lekin bu o'xshamadi. Axir biz u yerda yasholmaymiz. Shuning uchun miyamga shu g'oya keldi. Qishloqni nusxalab yerni tagiga qo'yish. Ishonmasang qarab chiqishing mumkin Kapot. Har bitta narsa o'z joyida turibdi, nusxalangan. Wow, ajoyib. Mana bu o'tlarni qaranglar, obunachilar. Tepada qanday bo'lsa, mana bu gullargacha bor. Qishloqi, rostdan ham sen juda ajoyib quribsan. Wow, axir bu yerdan luboy narsadan tirik chiqib keta olamizki. Ana bu yerda meni uyim turibdi. Hamma narsa nusxalangan qishloqi. Vobshe ajoyib. Menga yoqdi. Obunachilar, sizga yoqdimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Qani ko'raychi, rostdan ham inventarim ham nusxalanganmi? Joyida turibdimi narsalar obunachilar? Wow, uyimni qaranglar, xuddi o'sha. Wow, ajoyib obunachilar. Hech narsa o'zgarmagan. Hammasi o'sha joyida turibdi. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling. Men tezroq birga bo'lishim kerak. Qani, yashirin sandig'imni ko'raychi. Bu ham bu yerda ko'p odamlar bilmaydi buni. Ichidagi narsalargacha nusxalangan. Wow, obunachilar, ajoyib. Hatto fonarim ham turibdi. Fonarim vobshe zo'r yortarkan, qaranglar. Lekin bu yer sal qorong'uroq ekan, qishloqi. Kapot, lekin bitta muammo bor. Bu yerda fermerlik qilib bo'lmaydi. Ekinlar umuman o'smayapti Kapot. Nimadir qilishimiz kerak. Rostdanmi qishloqi? Davay yurchi, men harakat qilib ko'raman. Balkim bularga yorug'lik kerakdir. Hozir menda mana bu o'roqni olaman, ekinlarni olaman. Menda fakillar bor. Balkim atrofiga fakil qo'yib chiqarmiz qishloqi. Qani, bunday qilaylik. Rostdan ham eki bo'lmayapti qishloqi. Qani, yo'q, umuman eki bo'lmayapti. Endi mana bunday qilib yorug'likni ko'paytirsak balkim ekinlar o'sar. Qani endi bunday qilamiz. Wow, mana qishloqi bitta muammoni yechdik. Ajoyib. Endi bu yerga yorug'liklarni ko'paytirsak, bu yerda ekinlar o'sadi qishloqi. Wow, ajoyib Kapot. Rahmat senga. Okay, nega haligacha bu yerda turibsan? Davay ishlaymiz qishloqi. Qishloqi, qara, biz hamma narsani to'g'irladik. Qishlog'imiz ham juda ajoyib va yorug' bo'ldi va bu yerdagi hamma narsalar ham o'syapti. Kapot, men juda xursandman. Rostdan ham bu yerdagi hamma narsalar o'syapti Kapot. Rahmat senga. Nima bo'ldi hozir? Menimcha tsunami boshlandi, lekin liftdan suvlar chiqib kelyapti qishloqi. Nimadir qilishimiz kerak. Kapot, balkim atrofiga bloklar qo'yib chiqarsan liftni. Shunda suv to'xtaydi va bu yerga umuman kira olmaydi suv Kapot. Shundaymi? Davay shuni qilib ko'r Kapot. To'g'ri aytasan qishloqi. Mana bu liftni atrofiga bloklar qo'yib chiqsam, suvlar yopiladi va qishlog'imizga kira olmaydi. Obunachilar, siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosib qo'ying. Hozir men bloklar olib kelaman. Iltimos obuna bo'ling va tezroq men birga bo'lishim kerak. Shoshilish kerak. Qishlog'imizga suv to'lib ketmasidan oldin obunachilar. Sizga qaysi YouTuber yoqadi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. Videom yoqyaptimi? Buni ham yozib ketinglar. Qanday kamchiliklar bor? Buni ham yozinglar. Hamma narsani yozib ketinglar. Wow, liftdan suvlar otilib chiqyapti. Mana bu yerlarni ham yopib chiqsak, ajoyib obunachilar. Endi bu yerdan suv umuman kira olmaydi. Bo'ldi qishloqqa, men muammoni tuzatdim. Rahmat senga Kapot. Sen juda ko'p muammolarni tuzatyapsan. Ajoyib. Endi bu yerdan yaxshilab yopdim. Suv ham kira olmaydi qishloqqa. Endi xavotir olmasak ham bo'ladi. Kapot, hamma narsa yaxshi hozircha Kapot. Yerni tagida ham hamma narsa yaxshi bo'lar ekan qishloqi. Guys, kimdir? Alyo, kimdir bormi? Kim baqiryapti yerda? Nima bo'ldi? Qishloqi, nima bo'ldi? Nima topding qishloqi? Qara Kapot, men nima topdim? Mana bu yerda izmurtlar topdim. Yo'q, bo'lishi mumkinmi? Rostdan hammi? Albatta Kapot, o'zing ham ko'rishing mumkin. Bu yerda resurslar topish juda oson ekan Kapot. Davay tezroq buni kavlab olamiz. Qaranglar obunachilar, bu yerda izmurtlar. Rostdan ham bular haqiqiy izmurt.
Wow, ajoyib qishloq. Bu yerda yashash menimcha ancha yaxshiroq ekan tepadan ko'ra. Lekin tepa ham ajoyib, quyoshni ko'rishimiz kerak. Xullas, obunachilar, siz tezroq kanalimga obuna bo'ling. Bu yerdan endi suv kira olmaydi. Ajoyib qishloqqa yerni tagiga ko'chiribdi. Bizni qishlog'imizni aqlga sig'mayapti nusxalar. Bunday qilishni iloji yo'q deb o'ylasaydim, lekin albatta bor ekan. Har narsani iloji bor ekan obunachilar. Xullas, barchaga xayr, sizlar bilan men Kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosing. O'ylashimcha biz tsunamidan omon qoldik obunachilar. Axir bu 100% ku. Hammaga xayr.